Мне нравится iborasini ko'rib o'tamiz. Demak, o'zbek tiliga agar tarjima qiladigan bo'lsak, men yozishni, o'qishni, yurishni, yugurishni va hokazo yoqtiraman. Demak, rus tilida мне нравится, men yoqtiraman nimadir qilishni. То есть bu yerda мне нравится и hamma fe'llarimiz infinitiv shaklida keladi. Мне нравится писать, мне нравится читать, мне нравится говорить, мне нравится бегать, ходить va hokazo. Demak, мне нравится bilan xohlagan gлаголingiz lekin noaniq shaklda bo'lib o'tar ekan. Keling tarjima qilib ko'ramiz. Masalan, siz aytasiz: men o'qishni yaxshi ko'raman. Значит, мне нравится читать. Так, men ishlashni yaxshi ko'raman deb kommentariyada yozib qoldiring.